Shuning uchun millatni ko'proq ko'rsatib turadigan narsalardan bittasi doktor. Ayniqsa bizni o'zbegimizni qayerda kelsa o'zbek, o'zlar ham aytadi o'zbek sifatida. Tojiklar ham doktor kiyadi. Qara gaplashsak, chiqarakon yozishmo, bola chaqa chiqarakon dedi. Endi qirg'izlar qalpoq kiyadi, ayollar ko'rmaysan, buni ko'rmaysan, buni bizni qalpoqni kiymaysan bayramda. Nima qilib ular bunday deydi. Xullas, birodarlar, bizni xalqimiz ko'p millatli xalq. Qayerga borsak bizni hurmat bilan kutib olishadi. Iloyim shu xalqimiz omon bo'lsin. Bir-birini sevsin. Bir-biridan ajralmasin. Ajrataman deb rosa harakat qilgan bir paytlar. O'sha payt meni ish degan doston bor, kitobim. O'shanda aytilgan. O'shanda xalqni bo'lib ko'rsa yurolmaydigan kasal qilib qo'ygan. 5 metrdan nari ko'rmaydigan qilib. Shunaqa yozilgan kitobim bor. O'sha xalqimiz sekin qarasa, butun dunyo boshqacha bo'lib ketdi-ku, biz ko'rmay yuribmiz deb ko'zlari ochiladigan go'daylar paydo bo'lgan. Mana hozir shu ko'zi ochiq go'daylarimiz ulg'ayib, mana ulg'aydi. Sizlar shular. Sizlar uchun bitta qarshi cho'raylik. Nabay. Hey. Garor kirdi bu ortalarga.